Rahmatullohi va barakatuh. Hammamizlar sport bilan 3 kun nomli challenge'imizni bugun 72-kunidamiz. Azam Hoshimiyning Albatta Vatan kitobidan ta'sirli voqealarni o'qigandik, shuni ulashib ketmoqchimiz. Rus hukumati, ya'ni ruslar Turkiston diyorini bosib olgandan keyin asosan uni dinini, tilini, madaniyatini, qadriyatlarini yo'qotishga qaratadi bor e'tiborini. Shunda ular imom xatiblardan hamda shu dindor ziyoli insonlarni yo'q qilish, ularga ta'sir o'tkazish hamda xalqning ichiga kirib borish uchun ulardan foydalanmoqchi bo'ladi. Ya'ni imom xatiblardan, shu dindor insonlardan nima qiladi? Ularga aytadiki, har biriga yokida bizga xizmat qilishasan yokida otilishasan. Sodda qilganda shunday. Ya'ni sotilishasan yokida otilishasan degan bir taklifni o'rtaga qo'yadi. Shunda ular bir ovozdan yo'q deyishadi. Yo'q, biz bunga rozi emasmiz deydi. Shunda 93 ta imom xatib shu dindor insonlarni katta gruzovoy mashina deb qo'yadi. Katta mashinaga solishadi. Panjarali bo'ladi, yonlari o'ralgan bo'ladi. Solishib, o'shti tog' yonbag'irlarga borishadi. Hamda har birini qo'liga belgura berib, o'ziga qabr kavlatadi. Ya'ni 2 ga 5 mi adashmasam, shu o'z qo'li bilan qabr kavlatadi, hamda yana tushiradi. Bizga sotilishasanmi yoki otilishasanmi degan yana taklifini qaytarishadi. Ular mag'rur turgan holatda yo'q deb javob berishadi. Hamda ularni adashmasam yoki yelkasidan o'lmaydigan joyidan o'q otadi. O'q uzgandan keyin ohak qo'yishadi ustidan. Ya'ni tirik holatda, chala yaralangan holatda ohakni qo'yib ko'morishadi. 92 tasi bilan shu voqea takrorlanadi. Oxiri 93-siga kelganda zerikib ketishami yoki erinishami 93-sini shunday otishadi, ko'morishadi. Shu 93-odam Alloh inoyati bilan tirik qoladi hamda adashmasam Checheniston hududiga, Dageston tomonga borib Turkiston diyorida bo'layotgan ishlarni boshqa musulmonlarga yetkazgan ekan. Shunaqa xunrezliklar, shunday bir vahshiyliklar bo'lib o'tgan bir ustozimiz aytadi tarixdan. Rus hukumati bosib olganda ularni rassomlari ham shunchalik vahshiy bo'lganki deydi. Hatto rasmda deydi, bitta menga deydi, osilib turgan insonni qiynalayotgan holatini chizmoqchiman. Shunday bir inson olibki degan deb turib aytgan edilar. Yani shundan ham bir olsak bo'ladi. Azam Hoshimiyning Albatta Vatan kitobini o'qisanglar, undan ham to'liqroq ma'lumotlar olsanglar bo'ladi. Juda bir ta'sirli yozganda. Bu kitob vatanparvarlik ruhini yuksaltiradi insonda hamda yaqin o'tmishda bo'lib o'tgan voqealarni mufassal yoritib bergan kitob hisoblanadi. Shu ma'lumotlarni ulashib qo'yay degandim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.